Bu bolani allaqachon o'ldirganman. Ha. Tiriklik paytda o'qimagan uchun o'lgandan keyin yurib turaymi institutda? Men buni tinchitib bo'lganman. Nima qilgansan? Tinchitgansan? Bu bola tirikligida o'qimagan. O'lgandan keyin institutga yurishini qaragan. Kechiga rasm bu. O'lmagan ekan. Biz bu bolani o'ldi deb o'ylashimiz uchun shuncha mashmasha qilib berishdi bizga. Qara. Bo'ldi. Buni o'zim tinchitaman. Yo'q. Bu yog'iga endi sen aralashmaysan. Bu bolani ham o'ldirmaymiz. Bizani yaqinlarimizda qanaqa yo'q qilgan bo'lsa, buni ham yaqinlari bordir, bitta yo'q qilamiz. Qarang. Yetgan bolalarim shular. O'shni biladimi bularning? Yaxshi bilishadi. Yaxshi, ketdi. Shirin yonni yana bir marta ko'rsam, o'ldiraman. Tushundingmi? Seni yigitching tirik ekanmi? Bu meni yigitim emas. Kiming unda? Bore, senga kattalar gaplashayotganda aralashmagin deyishmaganmi? Bo'ldi. Qoch, ketgin iltimos bor. Sen bilan keyin gaplashamiz. Ha, aytguncha. Keyin ogohlantirmadi demagin. Yigitingga aytib qo'y. O'ziga ehtiyot bo'lsin. Tag'in yo'q bo'lib qolmasin. Bo'ldi, qoch arzimaydi. Qara uni qanaqaligini. Ne yana unaqa qotdi? Nima, prosta kechirib ketursinmi? Unga ham oson emas. O'zidan o'tganni faqat o'zi biladi. Endi aybingni yuvishing kerak. Omad. Sizlarni o'tga yig'ishimdan maqsad sizlar bilan bitta ish boshlaymiz. Xullas, mana shu territoriyani egallashimiz kerak. O'zi shu ishlarni deb o'lib ketishingga sal qoldi. Yana shu yo'lga qaytmoqchimisan? Men ular qilgan ishni prostakka qoldirmayman. Hammasi qilgan ish uchun javobini beradi. O'zing bilasan. Meni bu ishlarga aralashtirma. Qo'rqyapsanmi?
Yana kimdir ketmoqchimi? Yordam kerak bo'lsa, biza shu yerda. Xullas, Rahmatjon tirik ekan. Sen uni qatdan taniysan? Maktabda birga o'qiganmiz. Hozir universitetda ham birga o'qiyapmiz. Yaxshi, unash ko'zimizdan oldi ekan. Uni yaqinlarini taniysanmi? Ana u qiz Shirin. Kim bo'ladi unga? Sevgilisi, menimcha. Keyin Samandar degan o'rtog'i bor. Yana onasi ham bor.